Byudjet barqarorligi va iqtisodiy tartib intizomni ta'minlash, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida hududlarda tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda soliq idoralarining hamkorlikdagi nazorat tadbirlari orqali qonuniy faoliyatni ta'minlash ishlari kuchaytirilgan. Jizzax viloyatidan muxbirimiz xabar beradi. Yashirin iqtisodiyot haqida gap ketar ekan, misol uchun tovar, ish va xizmatlar uchun to'lovlarni mijozning bank kartasidan boshqa shaxs bank kartasiga o'tkazish, ya'ni P2P shaklidagi hisob-kitob qilish, soliq va boshqa to'lovlarni chetlab o'tish deganidir. Xuddi shu kabi noqonuniy harakat hisoblanadigan xaridorga QR kod va fiskal belgili chek bermaslik ham belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo'ladi. Departament va soliq idoralari mutasaddilari muntazam tarzda yirik bozorlar va savdo komplekslarida bo'lib, tadbirkorlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlarda mazkur noqonuniy holatlar yuzasidan tushuntirish ishlari o'tkazmoqda. Joriy yilning yanvar oyida Bosh prokuror o'rinbosari hamda viloyat hokimi tomonidan byudjetga qo'shimcha manba aniqlash hamda undirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan. Mazkur yo'l xarita ijrosi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan viloyat prokuraturasi va soliq idoralari bilan hamkorlikda 1 trillion 200 milliard so'mlik aniqlangan qo'shimcha manbadan hozirgi kunda 1 trillion 15 milliard so'm yoki 85% undirilishi ta'minlandi. Jizzax viloyatida olib borilgan tizimli chora-tadbirlar natijasida o'tgan 10 oy davomida 7128 nafar ishchi xodim legallashtirildi. Jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha qo'shimcha ravishda 9 milliard 152,2 million so'mlik soliq hisobotlari qayta rasmiylashtirilib, byudjetga tushishi ta'minlandi.